Da, yetib keldim mana. Hozir o'rnatib ketaman. Menimcha shu polis o'sha Jo'xaniki bo'lsa kerak. Hozir bu suyakni ertalab turib ko'rganda qo'rqib ketadi. Men esa bu qishloqdan qochib ketishni xohlayman. Keyin uyini egallab olaman. Zo'r bo'ladi. Bo'ldi, mana shu yerda tura qolsin. Endi esa ketdim bu yerdan. Yaxshi, ertalabdan nima qilishni ham bilmayapti. Odam dangasalik tutib qo'ygan, birorta ish qilgim kelmayapti. Nima qilsam ekan? Mayli polizdagi ishlarni biron nima qilayin, keyin boshqa ishlarga o'taman. Janob qanaqadir ish aytgandi, lekin hozir to'g'risi ish qilishga erinib ketyapman. Umuman hech qanaqa ish qilgim kelmayapti. Balki shaharga ketsammikin, Bu shaharga ketsam ham o'sha yoqda ham baribir ishlashga to'g'ri keladi. Chunki ishlamasdan yashashning ilojisi yo'q bu yerda hozir. Ishlamasa, pul topmasa odam o'lib ketadi. Yashash uchun kurash deganda, yashash uchun ishlash kerak. Qarochi hozir mana bu yerdagi narsalarni ham qo'yib olsam, ya'ni bug'doylarni ekib olsam, chotki mana endi keyingi polizimga o'tsam ham bo'ladi. Bunisini takoy qilib yig'ishtirdim. Qo'shimda poliz ham takoy pishib qolibdi, lekin yaxshi. Bu yerda chotki kartoshkalarda hosil juda ham zo'r. Demak, kartoshka free qilsam bo'ladi. Sabzilar, kartoshkalar bilan sabzilar bir-biri bilan raqobat qilyaptimi nima balo? Sabzilar kartoshkalardan battar ko'p. Yaxshi. Voy, abdala qilib mayli hozir. Bo'ldi, normal. Endi mana bu yerdan bug'doylardim. Stop. Qanaqa suyak bu? Odamning suyagimi? What the kim kallasini tushirib qo'ydi bu yerga, tushunmadim. Kimdir kallasini suyagini tushirib qo'yibdi mana bu yerga. Men janob merga aytmasam bo'lmaydi. Qaysidir jetel menimcha kimnidir o'ldirganda bosh suyagini olib kelib meni polizimga qo'yib ketgan. U jinoyat axir. Hozir nimadir reja o'ylab topaman. Buni janob merga aytib bermasam bu yerdan olib tashlamasak bo'lmaydi. Вообще yomon holat bu juda ham. Hozir mana bu yerda kartoshkalarni ekan, janob merga borib aytib beraman. Tak, xo'sh chotki. Bu polizimda hech qanaqa narsa yo'q, lekin nimaga bu yerga bunaqa suyak qo'yib ketishni tushunmadim. Men suyakdan qo'rqadi deb o'ylashganmi yo? Men qayerdan suyakdan qo'rqaman? Axir bu suyak bo'lsa, men suyakdan qo'rqamanmi kep. Bu suyak qo'rqilmaydigan narsa-ku. Bu yerga mana bu narsalar qo'yish kerak, lekin men qo'yayotgan narsam qaranglar, mana buni tepaga solib qo'yaveramiz, farqi yo'q bizga. Hozir janob merda aytib kelayinda, janob mer ko'rsin nima bo'layotgan. Eshigim qulflanib qulflamabdi ekan, mayli. Hozir janob mer ham qo'rqib ketsa kerak. Men qo'rqmayman atak, chunki qo'rqmas bo'lish kerak. Qo'rqqanni qalami sinsin deydi-ku. Qo'rqqani sinsin. Aytgancha sizlarga bitta gapni aytmabman, obunachilar, sizlarga salom ham bermabman. Barchaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Meni ham barcha deb gapiraver bemalol. O'zi shunaqa barchasi-ku. Nima gap? Polizimda bir qayerdir suyak paydo bo'lib qopti. O'shani aytgani kelgandim. Qanaqa suyak? Bilmayman, kimdir suyak tashib ketibdi. Yuring, ko'ringchi. Hozir boraman, shoshmay tur. Bo'ling, tezlashing. Mana, ketding, yur. Yuring. Qarochi obunachilar, kanalga tez obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'ringlar demoqchi edim, esimdan chiqibdi. Kanalga tez obuna bo'linglar, chunki sanlar urug'ni ko'chaga tashlaysanlar, farosatingga oyog'im sanlar qochib tur. Janob mer, to'xtang, nima super tezlikda uchyapsizmi, yuryapsizmi? Qari suyak. Qani? O'z mashiyada turgandi. To'xtang. Mana ash oyog'ingiz tagida turgandi. Yo'q, kimni loq qilyapsan? Mana shu yerda turgandi, u shunday suyak turgan, bosh suyagi. Sen menga qara. Hazillashma, ikkinchi yana marta hazillashsang, keyin ko'rasan mendan. Turgan yerda. Men senga ishonmayman. Ikkinchi marta bu yolg'oningga hech qachon ishonmayman endi. Janob men axir turganda o'z ko'zim bilan ko'rdim. Menga o'ta farqi yo'q. Birovni ko'zi bilan ko'rsang ham u vaqt qiziq emas. Tushunmayapsiz. Bo'pti, nima ham derdim endi. O'zim buni tagiga yetaman, ko'rasiz. Hali o'zim hammasini surishtirib, aniqlashtiraman. Qochib yo'lda turma, menga qarang. Tegaman, ko'chada turadi bular. Yomon bezbet bo'lib ketgan. Nima deyotganim esimdan chiqib ketdi, qaranglar. Kanalga obuna bo'linglar, video oxirigacha ko'ringlar. Stop. Yo, tushunmadim. Qanaqasiga polizim o'zidan o'zi o'sib qoldi. Tushunmadim. Suyak ham qaytib paydo bo'lib qopti. Tushunmadim. Hozir yo'q edi. Birdaniga paydo bo'lib qoldi. Yo, hozir men buni rasmga tushirib olay. Hozir internetdan izlab ko'rishim kerak. Bu qanaqa narsa ekan? Yo, qayerdan paydo bo'ldi? Buni hozir yana yo'qoldi. Tushunmadim hozir. Yo'q. Nimadir g'alati.
kimdir hazillashyapti men bilan. Shu yaqin atrofda kimdir qo'yib ketyaptimi bildirmasdan turib, keyin men orqaga qaragan vaqtim olib tashyaptimi? Yo'q, hozir shunday to'g'ri qarab turgandim. Yana paydo bo'lib qoldimi? Men ko'zimga nimadir bo'lyaptimikan? Yo'q, ko'zimdan bo'layotgani yo'q. Ko'zimga u hammani ko'ziga ko'rinyapti shekilli. Tushunmayapman to'g'risi bor-u. Obbo, g'alati, вообще g'alati. Mayli, hozir men bu yerdagi polizlar hosillarni ekib tashay tezroq. Mana bu yerni ham to'g'rilamabman-u. Obbo, bir paydo bir yo'qolib qolayotganiga yomon chalg'ib ketyapman lekin. Hozir mana bu yerni ham shunaqa qilaman. Mana suyak вообще g'alati. Hozir mana cho'tga telefonga qanaqadir xabarlar kelyapti. Hozir o'sha rasmni izlab ko'rishim kerak. Qayerdan kelgan, kim olib kelib tashab ketgan bilmayman. Hozir mana bu soliqlarni birdan to'lab kelaman janob merga. To'xtanglar, bu narsalar sotib turib puliga kamera zakaz qilib berib, kamera o'rnatishim kerak. Kimdir o'yin qilyapti, o'shani aniqlash kerak. Kim bo'lsa ham yomon ushlab olsam bor, adabini beraman. Kim ekan, qaysi jitil ekan bilmasam, soliqni to'lay qolay mayli, keyin sotib pul qilaman. Janob mer, nima bo'lyapti? Men shu yerga nimadir g'alatida. Bilmasam, o'zi shunaqa, har doim shunaqa bo'ladi. Mana soliqlarni olayman. Короче, keyin boz bir ikkita ishlarim bor. O'sha muammoni hal qilaman. Yana ko'zingga ko'rindimi? Ha, men sizga ko'rsatdim, lekin qanaqasi ko'rmadingiz, hayronman. U yog' narsa edi, yog' desam ishonmaysan. O bor narsa yog'mas. Mana bu yerda nimadirlar bor, qarang, ko'rinmas. To'g'rilab qo'ying. Hozir kamera zakaz qilish kerak. Kamera bo'lmasa bo'lmaydi. Mana zakaz olib kelib beradigan bratanga aytaman hozir. Yo'q, telefondan zakaz qilsam bo'ladi. Mana shu yerda turibdi, lekin qanaqasiga janob mer kelgandan yo'q bo'lib qoldi, qaranglar. What tushunarsiz, вообще g'alati. Olib tashlab bo'lmayapti buni. Ustidan o'tib ham ketyapti odam. Shunchaki qanaqadir diagrammami, shunaqa narsaga o'xshayapti. Hozir internetdan izlab ko'raman, ChatGPT dan so'rayinchi. Hech qanaqa internetda hech qanaqa ma'lumot yo'q bu narsa haqida. Yo'q, точно kamera o'rnatishim kerak. Kamera tushunmadim, kim bu? Qayoqqa yo'q bo'ldi? Kim edi? Kim qarab turgandi hozir derazamdan? Voy, yaramas, yer tagiga kirib ketmagandir har qalay. Yo'q, yer tagida ham yo'q. Balki battar tagiga kirib ketgandir. Tagiga kirib ketgandir. Yo'q, qanaqasiga 1 sekunda yo'q bo'lib qolishi mumkin? Tushunmadim. Obunachilar axir sizlar tushundinglarmi? Kim edi bu? Men tanimadim. Umrimda birinchi marta ko'rib turibman bu kimligini. Hozir kamera zakaz qilmasam bo'lmaydi. Mana, xo'sh, bo'ldi, zakaz qildim. Endi kelishini kutib turish kerak. Qachon keladi, qachon kelmaydi uni bilmadim. Hozir bir ikkita daraxt olib kelish kerak, kameralarni o'rnatish uchun, tayanch vazifasi uchun. Yana bir ikkita narsaga daraxt kerak. Qurolni olib ketaymi-kan? Qurol, o'q-dorilarim qani? O'q-dori o'zimda ekan. Qurolni olib ketmasam bo'lmaydi, chunki hozir g'alati voqealar bo'lyapti. Hozir mana bu yerda bitta odam turgandi. Balki u menga qanaqadir, to'xtanglar, balki ana shu odam suyakni tashlab ketgandir-a? Bilmadim. Balki rostdan ham shu odam tashlab ketgandir. Bu odam o'zi kim bilmasam, balki qanaqadir adashib qolgan odamdir, qanaqadir yaqinimdir, balki o'zimdir. Shunchaki men bilan ko'rishishga kelgandir, tushunmadim. Bu qanaqa joy bu? Tushunmadim, qanaqa joy? Bu yerda kimdir yashagan shekilli, yo kimdir dam olishga kelganmi o'rmonni bo'yiga, bilmadim. Mayli, hozir daraxtni olib ketayin. Cho'ta kimdir kelib yashagan rostdan ham bu yerga. Hozir mana bu yerdagi daraxtlarni ham olib ketaman birato'la. Yaxshi. Ko'proq daraxt olib borishim kerak. Ko'p narsaga ishlatishimga to'g'ri kelyapti. Daraxt yo'q uyimda, nimadir. Daraxt topmasam bo'lmayapti. Lekin mana bu uy emas, qanaqa uy, chodir kimniki ekan, men tushunmadim. G'alati narsalar paydo bo'lyapti bor-ku qishloqda. U suyak qanaqa suyak edi hozirgi suyak? Yo, kimdir men bilan rostakasim o'yin qilyapti. Men bilan hazillashmoqchi bo'lyaptim, prank qilyaptim, bilmayman. Men bilan o'ynash yaxshi emas, lekin oxir baxayr bo'lsin, nima bo'lsa ham. Men oxirini yomon chatosh qilib qo'yaman, chunki asabimga tekkandan keyin asabim yomon-ku meni. O'shanga nimadir ish qilib qo'ysam dabdala bo'lib ketadi. Hozir mana bu polizimni ham yig'ishtirgandim. Qaranglar, yana qaytadan o'sib qopti. Ichiga tashab, ichiga kirmas ekan. Yoniga tashab qo'ysam farqi yo'q. Bergi nimadir bo'libdi, men ketmonim yo'q, ketmonim deb kelmaganman. Qanday to'g'rilayman? Bu qaytadi yigib qo'y, kameram kelgandir. Tak. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum. Qalaysan, jo'g'a? Yaxshi, o'zingiz ham yaxshimisiz? Rahmat. Buyurtmam kelibdi-ya. Kelgan, bemalol olib ketsang bo'ladi, imzo qo'yib. Hozir ismimni yozaman va imzoni qo'ydim. Bo'pti, sog' bo'l. Siz atvet qaytarmayapsiz? Prosta
it menga qursa men itga qaytib qurmayman, chunki men it emasman. Bu gaping bilan itli o'tsamu mayli nechivo. Hazlashyapti biratan, chunki men ham brat bilan hazlashdim. Endi tipirchilab qoldik. Ha, bo'ldi. Endi kech, endi men qochib ketdim. Endi menga hech nima qila olmaysiz biratan. Hozir men bu yoqqa kamera qayoqqa o'rnatsam bo'ladi? Men bu yerga bitta o'rnatilibdi ekan. Yaxshi, men bu yoqqa bitta o'rnataman. Uni ana polizim to'liq ko'rinib turish kerak. Bittasini olib borib, tak, mana bu uyga o'rnataymi? Yo'q, mana bu yerga o'rnataman. To'g'risiga, o'sha yoqqa to'g'risiga. Birda kamera o'rnatsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Aha, mana chotga bo'ldi. Endi ko'rib o'tirsam bo'ladi bemalol mana. Как раз mana shu yoqqa qo'yib ketgan suyakni bemalol mana shu yerdan ko'rib o'tirsam bo'ladi. Ana yoqda o'zim turibman, ko'ryapsizlarmi? Короче, shunaqa bo'ldi. Mana bu yerda bu uyimni oldini olar ekan. Hamma joyda unchalik zo'r qilib bermas ekan u. Olib berar ekan mana chotga. Menimcha o'ta go'zal bo'ldi. Ana endi hozir kirib o'tirib turaman, kech bo'lishini kutib keyin kameradan ko'raman nima bo'lganini. Hozir mana bu narsani qo'yib qo'yaman. Keyin aytgancha bir ikkita ishlar bor edi. Men nima deb qo'ydim? Qurol qo'yib qo'yish kerak bu yoqqa axir. Yo, qurol o'zimda tura qolsin. Ana biratan yana paydo bo'lib qoladi. Demasam, bitta kishi turgandik, o'sha otamni yo'q qilib yuborishimga to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun hozir o'tirib davom turaman 1-2 minut. Qanaqasidan yo uxlash kerak, tinchgina. Keldim. Qayoqqa o'rnatish kerakligini hozir esimda. Mana shu yerga o'rnatish kerak. Tak, hozir mana shu yerga qo'yishim kerak. O'tgan marta ham shu yerga qo'yib ketgandim. Agar hozir boshqa joyga qo'yib ketsam, keyin ikki xil bo'lib qoladi. Shunda u qo'rqmaydi. Uni qo'rqitish kerak, bitta joyda turish kerak. Bo'ldi, ketdim. Yaramas, men seni ko'rdim, ha? Hozir ko'rasan mendan qayoqqa qochib ketdikina. Hozir ushlab olishim kerak. Kimi? Ana kelyapti yana. Hoy, to'xta, sen kimsan? Menga qara. Men seni yo'q qilaman, tushundingmi? To'xta-da. Men seni yo'q, sen ya'ni men yo kema oldimga. Men seni yo'q qilaman, tushundingmi? Yo, to'xta. Sen hayajonlanyapsan menimcha. Qanaqa hayajonlanish? Tushunmadim. Menga qara, sen nima menga bunaqa ish qilyapsan? Men seni qo'rqitmoqchiman. Ya'ni sen meni bir marta yomon qo'rqitganding. Qachon qo'rqitdim seni? Esingdami? Men yosh bola edim. Yonimdan o'tib ketayotganding va to'satdan cho'ntagimdagi pul tushib ketdi. Endi olaman deb enkayganimda sen orqamdan kelib qolganding. Men o'shanda sendan qo'rqib ketgandim. Shu uchun endi meni qo'rqitmoqchimisan? Oldingdan o'tib ketayotgan bo'lsam, qanaqasi men seni qo'rqitaman, jinnimisan? Bilmasam, xullas qo'rqqanman o'shanda. Shu uchun alamimni olgani keldim. Yo, sen rostdan ham sal jinniroqmisan deyman-a, o'zingni bir shifokor ko'rsatib qo'y, xo'pmi? Bu gaping bilan meni jinni demoqchimisan? Yo'q, men o'zi aslida boyman. Mana pullarni ol. Men esa ketdim. Qaytib kelmayman, mayli, sog' bo'l. Men seni bir martaga lekin qo'rqitdim. Aychamda, men sendan qo'rqqanim yo'q-ku. Qurolingni yig'ishtir. Nima qilmoqsan? Kech bo'lib qoldi. Bu kecha seni uyingda uxlayman. Ertaga keyin ketaman. Mayli, shu yerda qol, yigitcha, kichkina ekansan mendan. Bo'pti, xayrli tun. Rahmat shu yerda yotib qoldirganing uchun. Bo'pti, mayli uxlang. Bo'pti, mayli.